Har kechda biz ko'zlarimizni yumamiz, ya'ni bu dunyodan butkul boshqa bir alamga kirib boramiz. Gide bu alam tanish, quvonchli bo'ladi. Gide bo'lsa qarang'i, ajabtovur, yamasa qo'rqinchli. Biz bu alamga hech qanday gilt yamasa qabidan emas, balki ishimizdagi eng sirli narsa miyimiz orqali kiramiz. Bu alam tuslar dunyosi. Tuskuru bu tekxana kutilmaganda paydo bo'lgan suratlar emas. Ol miyimizning ayriqcha tili. Kun davomida ko'rgan, eshitgan, sezgan barliq zotlar ongimizda iz qoldiradi. Bu izlar geydi biz sezmagan darajada tereң bo'ladi. Miyimiz bo'lsa kechda asrasi uyquning aktiv bosqichida, REM fazasida ayni sol izlarni qayta ko'rib chiqadi. Ularni tartiblaydi, ulardan voqealar izlaydi. Жағдайларды qayta eslovga harakat etadi. Bu proses bo'lsa biz uchun tusga aylanadi.